Nimaga men ularni sochlarini yulishim kerak savol. Men bu holatda erkakni aybdor deb bilaman. Chunki ko'rdoshimda umuman aybi yo'q. U ham juda ham ko'p azor chekdi. Men ham bu holatda men ham aldandim, kundoshim ham aldangan. To'g'ri, tushunmovchiliklar bo'lgandir o'rtamizda, bir-birimizga qanaqadir noto'g'ri ko'z bilan qarab xafa bo'lgan joylarimiz bordir, lekin men hech qachon bunaqa qattiq xafa bo'lmaganman. Men juda ham qattiq yaxshi ko'raman kundoshimni, g'alati eshitilsa ham, chunki женская солидарность degan narsa bor. Точка зрения u tarafdan qaralsa, ей тоже nелегко. Menga juda ham og'ir keldi deganim bilan unga xuddi shunaqa kammas ko'pmas unga ham og'ir kelgan. Juda ham yaxshi qiz, o'qimishli, odobli. O'zi asal qiz. Men juda ham yoqtiraman. Noto'g'ri informatsiyalarga egaligi uchun bu yerda o'rtada erkak kishi noto'g'ri ish qilganligi uchun sal bir-birimizga boshida yomon ko'z bilan qaraganmiz. Biz ikkalamiz ham bilmaganmiz, shu ikkalamiz borligimizni. Ular ham aldanganlar, men ham aldanganman. Так что я не знаю, девочки. Я более проще смотрю на мир. Men ko'proq ayol kishi tarafdanman. Chunki baribir erkak kishi qo'ymas-ku, sotib ketsin, deb ketadigan. Bizning holat вообще boshqacha bo'lgan. Men harakat qilganman. Kundoshim bilan gaplashib ko'rishga, tushuntirishga, o'zini bostirishga bo'lmagan, chunki birinchi men vajohat bo'ladi deb bilganda. U narsani o'zi emas, qiyin holat. Может, vaqt o'tgandan keyin tushunar. Men lичный hayotim bo'yicha kundoshim haqidagi tema bu oxirgi storiesim bo'ladi. Boshqa bu temaga qaytish xohlamayman, chunki bu o'tmish. Lekin bir kun, когда все пройдет, потому что все проходит, hammamiz ham o'lib ketamiz. Ayol kishi ayol поддержка qilish kerak deb hisoblayman. Agar kundoshim nimadirda qiynalsa yoki yordam qo'li kerak bo'lsa, dugona kerak bo'lsa, men har doim qo'l cho'zishga tayyorman, chunki farzandlarini ham o'z farzandimdek qabul qilib yaxshi ko'rganman. Bilmadim qizlar. Men ham aytadi, shu tomon g'alatiroqman, sog'masman, u yoq bu yoq balobatlar, просто men kengroq qarayman. Chunki u inson ham odam, u tarafdan ham qaraganda oson emas. U ham aldanganda. Просто men hozir bilasizmi, hozir gapirgan ko'zimga yosh kelib ketadi. Biz juda ham qiyin kunlarni kechirdik deb qiz bilan. Ko'ngillarni keyinroq qilinglar. To'xtab qolmaydi. Hayot davom etadi. Hammasi chiroyli davom etadi. Alloh bizdan kimnidir oldimi? Bu xayrliga bekorga emas. Nimadandir bizani asraydi.